Shahrixon tumani 59-maktab 9-A sinf o'quvchilarining adabiyot fanidan Shoh Bobur guruhi tayyorlagan loyiha ishi. Zahiriddin Muhammad Bobur 1483-yili 14-fevralda Andijonda tug'ilgan. Amir Temurning 5-avlodi. Farg'ona hukmdori Umar shayxning farzandi. Bobur 1494-yili 12 yoshida taxtga chiqdi. 1503-1504-yillarda Afg'onistonni egalladi. 1519-1525-yillarda Hindistonga 5 marta yurish qildi. 3 asrdan ortiq davom etgan Boburiylar saltanatiga asos solgan. 1530-yilda 26-dekabr Agra, Indiyada vafot etgan. Zahiriddin Muhammad Bobur. Yaxshilik. Kim ko'ribdir ey ko'ngil, ahli jahondan yaxshilik. Kimki ondin yaxshi yo'q, ko'z tutma ondin yaxshilik. Gar zamonni naif qilsam, ayb qilma ey rafiq. Ko'rmadim hargiz netayin, bu zamondan yaxshilik. Dilrabolardan yomonlik, keldi mahzun ko'nglima. Kelmadi jonimga hech, oromi jondan yaxshilik. Ey ko'ngil, jon yaxshidan ko'rding yomonlik asr ko'p. Endi ko'z tutmak neymani, har yomondan yaxshilik. Bori elga yaxshilik qilgilki, bundan yaxshi yo'q. Kim degaylar, dahr aro qoldi falondan yaxshilik. Yaxshilik ahli jahonda istama Bobur kabi, kim ko'ribdir ey ko'ngil, ahli jahon. Hadding aro uzoring sabza ichinda lola, o'l chashma pur xumoring loladagi g'azola. Barcha parilar ey jon girdingda zoru hayron, go'yo erur namoyon oy tegrasida xola. Mehru vafoni ey yor, ko'p ko'rdi sendan ag'yor. Javru jafoni bisyor qilding menga havola. Hajringda ey pariro, ko'zimdan uchdi uyqu. Har kecha tongga tegru ishimdir ohu nola. 100 safhasinda xatlar yoshdingki, har taraf bor. Ishqingda Bobur aylar bu nav 100. Keldi Ramazonu men toqiboda paraft. It o'ldi-yu fikrimay qilur men payvaft. Ne ro'vayu ne namoz yillar oylar. Tun kun mayu majun bila divona yu mast.